Judayam uyga muhtojlar uchun ushbu Semaron amaliyotimiz. Bo'sh gugurt qutini olasiz, ichiga kalitni solasiz va qutini yopasiz. Qutini qizil lenta, ya'ni qizil ip bilan 3 marta tugasiz, ya'ni bog'laysiz. Har bog'laganda ushbu so'zlarni aytasiz. Men hayotimda orzu qilgan uyni o'zimga jalb qilaman. Borliq menga, uyimga yetishishimga yordam beradi. Va qutichani hech kim ko'rmaydigan joyga olib qo'yasiz va o'zingiz ham unutasiz. Mazza qilib xursandchilikda natija kutmasdan ushbu Semaron amaliyotini bajarishingiz lozim bo'ladi. Bizning Telegram kanalimizga ulanish uchun siz Telegram ilovangizga kirasiz va qidiruv tugmachasini bosasiz va bu yerga kuchukcha Semaron 369 deb yozasiz. Judayam oson topish. Mana Psixodiagnoz Nur psixologiya kanalimiz kelib chiqadi.